Assalomu alaykum birodarlar. Sizlar ko'pchilik so'ragan narsalar. Mana polni hammasi temir tesak, konteyner material bor hammasi. Optim narxlarda donaga ham berilar ekan, o'zlari ishlab chiqaradigan konteyner materiallarda nima bo'lsa-ki bor bularda. Hozircha bu yerda ikkinchi filiallarmi bu? Ha, ikkinchi filialimiz. Ikkinchi filiallar aka. Bizga o'sha yo'lda bo'yida qulay bo'lsin deb. Ha, bu ham ochdilar-a? Yuk chiqarish nimaga? Ha, hali o'xirlar ham bor. Bir boshdan o'xirlar narxlari kelamiz. O'xirlar qanchadan bo'lyapti aka? Burlar o'xirlar narxi bilan razmerini aytib o'tib ketaveramizmi aka? Aha. 260 lik qo'y o'xirimiz. 260 qo'y o'xiri. Aha, 300 mingdan. 300 mingdan konteyner material. Konteyner material. Oyog'i ham konteynernikidan ekan. To'liq konteyner. Nechiga nechi? 260. 260 bo'ladi. Bunaqasiga bir xil bo'ladimi? Ha, bu o'xiri ichi chuqurligi bir xil bo'ladi hammasi qo'y o'xirdekini. Faqat uzunligi bir. Ha, bularimiz 250 mingdan 2 metrlik. 2 metrli, ha? Bu 260 lik. Bu 260 ekan. Necha pul dedingiz uni? 300 ming u. 300 ming. Bu 250 ming ekan. Bular qancha? Bularimiz mol o'xir ekan shekilli bu. Ha, mol o'xirimiz 260 dan 260 450 ming. 450 ming. Ha, bular nima etish? Somon idishlarimiz ular. Ha, somon idish suv chiqib ketadigan joyi ham bor ekan. Nechiga necha bular? Xo'p, 300 litrlik nimada bitta somon tushadi qarasa. Ha, bitta somon shuni tushadi. Bitta somon to'liq tushadi. Ha, bo'ldi. Eng katta somonni razmeriga moslangan. 350 mingdan bo'ladi. 350 ming. 350 ming ekan birodarlar. Bular qanchadan? Bu 230 lik 400 mingdan bularimiz. Bular 230 400 mingdan, ha? Chuqurligi nimasi bir xil bo'ladi. Ha, chuqurligi bir xil, onalarning faqat razmeri katta kichikligiga. Ha, bo'ladi aka. Aravalarni-chi narxlar? Aravalar narxi. Hop, bir g'ildirayli aravalarimiz. Bir g'ildirayli 400 mingdan beryapmiz. 400 mingdan. Buni bir xilmi narx bular? Ha, bularning bir xil narxi. Bular razmerlari. Yangi listlarimiz bor, 420 mingdan beryapmiz. Ha, yangi listlar 420 ming, eski listlar bular eskimi? 400 mingdan beryapmiz, ha. Buni eski yangiligini qalin yuqaligi bir xil. Endi sal sifatda nima bo'ladi xolos. Konteyner vahriroq kesilingan, ha? Bular qanchadan? Bu ikki g'ildiraylarimiz hop 550 mingdan bo'ladi. 550 mingdan ekan birodarlar. Bularda ham eski yangi listi bormi? Yo'q, hozircha shu bir xil. Bir xil listda. Ha, birodarlar, bir eski yangi list farq bor ekan. Ali kichkina g'ildirakli ham bo'ladi, ular qanchadan? Ularimiz 440 mingdan beryapmiz. Ha, undan qolmabdi. Skuter balon yo'q, undan qolmadi. Kecha kuni borida ko'rdim, tugabdi o'sha undan. Keyin qozon o'choqlarni ham narxini aytib o'tib ketdik, chunki juda ko'pchilikka qiziq. Qozonimiz qalin yupqaligiga qarab, qalin yupqaligiga qarab, ha. 30 litr eng qalinimiz. Ha, eng qalin 30 litrli. Narxi qancha? 250 mingdan. 250 mingdan ekan. Bu shetda sotib turgan do'konning narxi bu. Do'kon narxi. Ha, u kelishsa, Optimga nima bo'lgan bo'lsa kelishamiz biz. Ha, ko'proq oladigan bo'lsa, yo'l yo'riq tushiladi bu. O'chog'i qancha buriladi? O'chog'ini ham ayting. O'chog'i 150 mingdan. 150 ming. Qalin, ha, 308 lik qalin konteynerda qalin listidan bo'lgan. Ha, bo'ldi. Qalin listidan ekan. Bu kattarog'i qancha? Bu katta, mana bunisi bor. Ha, 300 mingdan bo'ladi. Bu 300 ming lista o'choq qalin. Ha, endi bu qozonchi? Hop. 40 lik qozonimiz. Ha. 240 ming. 240 ming. Ha, naringga qaraganda yuqoriroq bu. Ha, endi aytmoqchi, u qimmatroq. Ha, bu yuqoriroq. O'sha yuqoriroqligi uchun arzon, lekin ko'proq litr sig'ar ekan. Ha, qalin yuqasiga qarabda. Bu kattalarimiz bor. Bu 700 mingdan 150 litrlik qozonimiz. Ha, 50 litrli. Keladi, 20 kilo chiqadi. Eng qalin garantiyali qozonlarimiz bu. Ha, garantiyasi ham bor. Qancha garantiyasi? 1 oy garantiya beraveramiz bunga. 1 oy garantiya mana ko'ryapsizlar, shekillan qalinligini. Hech kim garantiya bermaydi, nima qiladi? Biz qo'rqmaganimiz sababi xudo xolasa 1 oyda o'zimiz chiqaramiz qozonlarni. O'zimiz qaytarib yuboraveramiz agar bir biz tomondan nima bo'ldi qolmas, chipi bo'ldi qolmas. Bo'lganmi shu paytgacha ekan? Yo'q, bo'lgan yo'q. Hali bo'lmagan narsa, endi bozorda bo'lsa. Bu qancha bu kattasi? Hop, 1 mingdan. Bu 250, 225 lik qozonimizga. Ha, 250 eng kattalaridan ekanda, o'sha sumalaklar ishlatiladi. Sumalak ishlatiladi. Buni kichkina qozoncha qancha? 190 mingdan bo'ladi yuqasi. 190 ming. Nima 60 ming. Yuqasi 16 litrlik qozonimiz. 16 litr. Mana bunisi qalini, bu ham 16 litr, lekin qalinroq. 190 mingdan. Gaz filtrida ham turaveradi. 16 litrlimi bular? Ha, bular. O'chog'i qancha buni? O'chog'i 80 mingdan. O'chog'i 80 ming. Konteynerli. O'zi hammasi konteyner materiallar. Keyin bu nimalarni ham aytib o'tib ketaylik buni. Xo'p. Punlarga, kepak-mepak mana shu narsalarga. Ha, u toza listdan qilingan tagiga ham yangi list ishlatilganda unga qilgan uchun. Kraskasi ko'chmagan.
Tamat deyishadi bular, tamat. Ha, nimalar keladi? Salafondan, qiyom. Chemikat narsa emas. Yo'q, toza narsa. O'shaning uchun qanchadan? Chanel 120 mingdan bular. 120 ming so'mdan bir xil narxi. Ha, hammasi bir xil. Bular qanchadan? Nержавейка ekan. Nержавейка 50 litr, 1.2 stenka qalinligi. 850 ming, 50 litr. Bunisi 50 litr, bu 1 stenka. 1 stenka. Sal yuqoriroqda. Yuqoriroq, ha. 750 ming. Bilmam turibdi-ku. Ha, 750 ming. farq Yupqa qiladi. materiallar 330 ming bunisi. 330 ming 100 litrimiz, 50 litrimiz 230 ming. Ha, bo'ldi. Bular qanchadan bular? O'z sotish uchun. Ular 100 mingdan zontkilarimiz. 100 mingdan, ha? 50 ga 70. 50 ga 70. Mana qancha bular? Mana 150 mingdan qalini. necha litr sizlar? 200 litr? 200 litrda qalini. Ha, narigisi 140 ming beryapmiz, sal yuqoriroq. Ha, yuqoriroq. Bo'ldi. Yana so'raladigan narsalar, hadoy ketadigan narsalar endi mana endi somonga, Ha, boshqaga. somonga, nimaga Qancha o'xir qilsa ham bo'laveradi buni. 100 mingdan donasi buni. Bular zang ko'chmaydi, sirib ko'chmaydi, chirimaydi, Bu issiqqa sovuqqa chidamli, u yumshoq narsa, sinmaydi qon. O'ta qalin. Ha, bo'ldi. Keyin mana bu yangiliklarimiz keldi. 120 ming. O rezinka qopqoq. Rezinka qopqoq ekan. Qo'y baqidoqonlarga haligi yem nimalar saqlaydigani zo'r. Ha, Qushlardan saqlaydi, nimani qo'yib qo'yadi. Bunaqalasi ham bor. Ha, 130 mingdan bular, o'ta qalin. Ha, bunisi qalinroq ekan-da. Ha, qalin. Bunaqa nimalari ham bor, qulflangan. Dastlabkilar bor-a? Ko'proq. Dastlabkilar kelishamiz, ha? Ha. Albatta. Qozonni kattasi qancha? Bu yuqorog'imiz 1 million 200 ming, 250 litrlik. 250 litr, 1 million 200 ming. 200 ming so'm. Sal yuqorog'i. Sal yuqorog'i. Bu ertaga o'xirlar bilan razmer O'xirlar shunaqa, 230lik. 230 lik narxini aytib ketganmiz ekan bo'lsa, temirlarni narxini qancha qilib berasiz? Sorozga bular-a? Ha, kilobek. Xohlaganini tortib kelaveradimi? 10 mingdan 7 mingga doğru bor. Qalin yuqa. Hali yasalgan narsalarimiz ham bor-da bizda. Shotka nimalar, u tayyor narsa. Ularni 9 ming, 10 ming beryapmiz. O kakras o konteynerda eshikni bo'g'lar qanchadan bo'lyapti? Donaviy beriladimi yo Ha, bu torozga? konteyner mahsulotlari hammasi donaviy kelgan. Ha, bular donali, ha? Ha. Bular qancha mana shular? 55 mingdan bular. 230lik. 55 mingmi? 55 ming donasi. Uzunligi necha bo'ladi? 230 bo'ladi. 230 ekan, 55 ming ekan birodarlar. Mana shu turishi, shuniki 55 ming berib olib ketaverasizlar. Bular qanchadan? U 45 mingdan. Bu ham razmer bir xil shekilli. Ha, hammasi 230 bo'ladi. Bu S nimamiz? Bu 4 ga 4, bu 6 ga 4. Bu 70 ming, bu 60 ming. Bu 60 ming. Uzunligi bir xil, lekin qalindan bo'lgan bu. Ekan, Sal yuqorog'i ham bo'ladi, biz hozir qalindan olib kelganmiz. Ha, yuqorog'i ham bor, ha? So'raganlar uchun. Kattalari qancha mana ular? Bu lagalarimiz 90 mingdan ular. Lagalar 90 mingdan. Bular bir yonboshli ekan. Kichkina bir xilmi? Har 3 xil nimasi bor-da. Ha. Bunaqa yonbosh uzuni bor, bunaqa bir xili bor. Mana bu to'yga o'xshab ikkala tomoni bir xil. Narxi bir xil-a? Ha, narxi bir xil hammasi. Ha, narxi bir xil ekan, birodarlar. Buni yupqa qalini bo'lmaymi? Yo'q, yupqa qalini bo'lmaydi, shakli har xil bo'ladi. Ha, bunaqa yarimini ham sotiladimi, birodar? Ha, bizda o'zimiz yasaganimiz uchun xolasa yarimini. Ha, xolasa oxirini o'zini beramiz, xolasa mana ruchkasini o'zini beramiz. Hali uyda baloni bor, svarchik usta akalarimizga kesib ham beraveramiz buni. Ha, bu bizda ham yo'q, tayyor. Balon deysa, balonni ham o'zini beraveramiz. Bizda sexda hammasidan bor. O'q deydimi, balon deydimi, nima xizmat bo'lsa. Ha, burular qancha mana shu, misol, narxlari mana onimiz 300 ming. Balonsiz. Balonsiz. Ha, buni 150 ming kesib beraveramiz, ruchkasini o'zini. Ha. Oxirini o'zini 150 ming beraveramiz. Ha. Xohlaganlar uchun. Ha. Ishlab chiqarmoqchi bo'lsa, kelishib ham ishlayver ekansizlar-da, bo'lmasa. Albatta. Ha, bo'ladi. Bu turba kiloymi? Yo'q, metrovoy bu 170 mingdan metri. To'rlik, qalin. 170 mingdan ekan metri. Uzunligi necha metr buni? 8 metrga 840. 8 metrga 840 ekan. Kimgadir zarur bo'lsa, telefon nomeringizni beraverasizmi? Ha. Nechilik? 91lik. 91lik 202 202 1586. 1586 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkalar bor O'zbekiston bo'ylab. Ko'rmagan, narxini so'ramagan narsamiz o'zlari narxini so'rarasizlar. Qozonlar narxini aytib ketdikmi bular? Yo'q, bu katta qozonlarimiz 250 litrlik. 250. 46, 47 kilogadir. 46. Ha, mana meteo 44. 47 kilogadir nimalarimiz. Eng og'irlan bu 225lik. Ha, bu 250lik. Ha. Bu kiloga beriladi narx. Shunaqa. Ha, kiloga nima qilib beraveramiz? Hisoblab qo'yganmiz. Shu 1 million 700 ming shuna chiqyapti endi hozir kiloga. Kilosi qancha o'zi? Kilosi 32 mingdan. 32 ming. 2 mingdan. Tortib nima qilib beraveramiz? Tortib beraveramiz. Bularimiz shu 1 million 400, 1 million 500 ga boryapti. Ha.
Bu qalin yupqaligi keyin tarozi aniq bo'ladimi yoki bu mana buni yo'q, aniq u. Kilasi aniq, hammasini yozib qo'yganmiz. 40 kilo, onasi 38 kilo 700. Chiqarib qo'yganmiz o'zi. 225. Litr bir xilmi? Ha? Litr? Litri bir xil 225. Ha, demak, narx-navosi taroz sotib olsa o'zgarar ekanda, 2-3 mingdan qaysi saqlanadi. Tushishi mumkin, ha. Bir-ikkila farq qiladi va qolibdi. Ha. Nima qiladi? To'g'ri. Chekkalarida va laxtalari bilan, boshqasi bilan. Karvotlar ham bor ekan, ular ham tarozi, ya? Ha, hammasi kilobega. Darvozalar bor. Turba desa, turba bor ekan yerda. Ular hamma yo'q bor ekan. Ular narxlari o'ziga qarab o'zgarar ekan. Qalin lisimiz ham bor, shuni bir ko'rsatib o'tish kerak. Ha, to'rt burchak. Mana 2,5 ga 2. Ha, bunaqasi 2lik. Qalinligi? O'ta qalin, ha. Necha qalinligi? 2lik. 2lik 2 santimetrmi qalinligi? 2 santimetr ekan, birodarlar. Kimgadir kerak bo'lsa, necha pulmi? razmerini kesib berib, kiloga bo'ladi. Kilosi qancha? 8 mingdan beramiz. Kilosini 8 mingdan berilar ekan. Kimga mashinasi zarur bo'lsa, kesib beraverasa? Kesib beramiz u razmerini. Kimga qanchadir kerak bo'lsa, o'zi turgan holati hozir 2,5 ga 2. 2,5 ga 2. Bemalol. O'ta qalin narsa. O'sha nomerga aloqaga chiqaveradi. Aha. Va bu kerak bo'lsa, bu ham qo'yib berilaveradi taroziga. Iloj bor? Kesib. Hamma yo'q, iloji bor ekanda, xullas sizga aloqaga chiqadi. Nimaga bizga? Hammasi. Ha, xolasa to'liq, xolasa yarim mahsulot qilib olib ketaverar ekanda. O'zlari ishlab chiqarishlari, siz nimalar bor, ishchilar bor, bemalol mashina narsalarni yasab berishaveradi. Turba ham qilib beraverasizlarmi? Turbalar ham moda bo'lyapti, konteyner material. Ha, konteyner lisidan turbalar ham bo'laveradi. Xudo xolasa endi ularni ham olib kelib qo'ysalar, yetgan razmerdan nima qilsa, olib kelaveramiz. Endi hozir yangi olib chiqyapmiz o'sha narsalarni. Manzi so'raganlar uchun Farg'ona viloyati bu Regaza. Regaz, ha. Mashhurbek zapravkani to'g'risi. Regazda oldida mana bu yerda to'g'risida zapravka bor, Mashhurbek zapravka, benzin zapravka. Shuni to'g'risida eshitib kelasizlar. Telefon nomeriga yozsangiz, lokatsiyalar tashlab beriladi. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida. Bemalol kelaverasiz. Haftani har kuni ochiq ekan. Qozonlarimiz ham o'sha optim narxlarda, bu hozir aytgan narximiz shu yerda sotiladigan narxlar. Ha, dona narxi. Optim narxlarda kelishaveramiz uni. Ha, optimga yana nima qilaveramiz. kelishilinadi. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa. Salomat bo'lasizlar, birodarlar, o'zingizni ehtiyot qilinglar.